Keling. Assalomu alaykum ayjondajon. Va alaykum assalom. Saodatxon, Nabbi oyijon? Azizbek kelmadimi? Yo'q, kelmadilar oyijon. Ha, xavotir olma. Erkatoy o'g'ling o'zi kirib keladi. Shoshmasdan. Balki toping. Bu yo'li qilmasak bo'lmaydi buni. Ana, Gaplashish kerak. erkatoydan keldi. Ha, kel o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum. Dada, yaxshimisizlar? Va Charchamayapsizlarmi? alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, bayt ona. Yaxshimisiz dada? Kel, Ha, dora o'tirdim o'tirgin. Sen bilan gaplashadigan gapimiz bor. Tinchlikmi ona? Yoshing katta bo'lib qoldi bolam. Boshingni ikkita qilmoqchi edik. Ona, qo'ysangizchi, uylar chiqochmas. Yo'q endi. Uylanish niyating bormi o'zi? Sen tengilarni ikkitadan farzandi bor. To'g'ri aytibdilar. Yo, yoqtirganing bormi? Senga qiz topib qo'ydik. Qo'ysangizchi ona. Ertaga borib bir ko'rib kelsang bo'larmidi o'shani? Yoqsa uylanasan. Yo o'ylab qo'yganing bormi? Ko'nglingga yoqqan. Tur. To'g'rimi? Yo'q, ko'p so'zilmay gapir. Bo'lsa ayt. Biz o'shanga qarab ishimizni qilaylik. Cho'zilma gapir. Haligi Xo'sh, Gapiraver ichingdagini. bor, yosh ko'rgan. ana qara. Ha, ichingda darding bor ekan. Ha, shuni vohlara aytsang bo'lmaydimi? Kim ekan u? Biz begona emasmiz-ku. U begona emas, taniysizlar. Kim ekan u? Nasiba dugonangizni qizi. Qaysi Nasiba? Ha, dugonam bor-ku. Sal to'g'ri kelmaydi o'g'lim. Nega oyi? Unday deyapsiz? Bilmadim, endi men o'zimga sal mos keladiganini topib qo'ydim-da bolam senga. Sen o'zi u bilan gaplashib ko'rganmisan? Ha, 2 yildan buyon. U qizni yaxshi bilaman. Sal erka. Lekin tarbiyali oilaning farzandi. Lekin men u dugonam bilan yoshlikdan birga katta bo'lganman-da o'g'lim. Xo'sh, Onasini ham bilaman. Maktab paytidan bilaman. Onasini ko'rib qizini oldigan maqol bor, bilasanmi? Oy, u qizni yaxshi ko'raman-da. O'ylab ish qilgan o'g'lim. U bitta sen bilan emas, biz bilan birga yashaydi-ku, xizmatimizni ham qilish kerak. necha yildan beri gaplashasan o'g'lim? 2 yildan beri. Ha, endi o'rtada yigitlik lafzi bor. 2 yildan beri gaplashar ekan. Bizga bir og'iz hech narsa ham demagansan. Mayli. Endi bundoq qilasan xotin. Bular ish bo'pti. Sen dugonangnikiga bor. Gaplash. Nima gap, nima so'z? Yog'i endi xudodan. Mayli, meni ishlarim bor. Xonamga kira qolay. Va to'xta. Bu gap otsang qochadi mana. Bo'pti, bular ish bo'pti. Sen taraddudingni ko'r. Dugonangnikiga borki bo'lmasa. Qancha odam quncha? Xo'sh, xotin nima gap? Gapir. Bordim dadasi. Nasiba o'ylab ko'raylik. Xo'jayinim bilan maslahatlashib ko'raylik dedim. Qizi sana xotin. O'zi bor yo'g'i bir marta bording. Nima? Qo'sh-qo'llab qizini senga topshirib yuborsinmi? Endi ularning ham qizi bor, nozi bor deyishadi. To'g'ri, lekin vaqtini bersin. Ana erkatoyingiz ham keldi. keldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlarga o'zingiz yaxshimisiz? O'zi seni yo'qlab turdik. Tinchlikmi shunday yangilik bormi? Ha, oyi. Ayta qoling endi. Erkatoyingizni ichi talpilab ketdi. Hajjig'iga tevirmagin. Bordim o'g'lim. Nasiba bilan gaplashdim. O'ylab ko'ramiz. Telefoning xotin. Qara. Alo?
Assalomu alaykum. Ha, o'rtoq, yaxshimisizlar? Ha, rahmat. O'zinglar yaxshi o'tiribsizlar? Ha, nima bo'ldi? Ha, bo'pti. Bo'pti, rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Xo'sh, u yoqda nima gap? Hop, oyijon. Bo'ladigan bo'pti. Ana xolos. Assalomu alaykum opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Psixologga kelishingizga nima sabab bo'lyapti? O'zingiz haqingizda ozgina aytib bersangiz. Aslida men psixolog maslahatiga opamni taklifi bilan keldim. Qanaqa muammo sizni qiynayapti? Meni ikkita kelinim bor. Qancha bo'ldi ular kelganiga? Ikkinchisiga 3 oy bo'ldi tushirganimizga. Ha, demak, muammo ikkinchisi kelgandan keyin boshlandi. Xo'p, 3 oydan keyin boshlandi. Mayli, Shahlo, yaxshi o'tirgin. Xo'p, yaxshi Zerikmasdan. vaqt kerak. Xo'p. O'zing yaxshi ishlang. qil. Xo'p. Ovora bo'lma, kuzatayapman. Kuzataman. O'zingni ko'p charchatma, xo'p? Xo'p. Shirin gulma. Yaxshi ishlang. Mayli. Aytgan narsalar esdan chiqmasin, xo'p? Bo'ldi, xo'p. Mayli. Shahloxon, ovqat so'ygandim. Shuni qarab tur, Imronbekni uxlatib chiqay. Xo'p. Xo'p, rahmat. Har doim shunaqa qiladi. Bolasini bahona qilib, o'zi uxlab oladi. Sen yetimmanmi? Kerak bo'lsa o'zing qilib ol. Sadatxon, Labbi oyijon. Tinchlikmi oyijon? pishmagan ovqatni keyin o'chirib qo'yibsizlar-ku, bola. Va uzr oyijon, men Imronbekni uxlatgani kirib ketuvdim-da, ovqatga qarang deb Shahloga iltimos qiluvdim. Uzr oyijon. Shahloxon, Labbi oyijon. Shahloxon, sizga aytuvdim ovqatga qarab turing deb. O'chirib qo'yibsiz o'tegina. Opajon, boshim juda qattiq og'ridi. Chidolmadim. Kirib yotmasam bo'lmas edi. Uzr oyijon. mayli. Sadatxon, Imronbekni uxlating. Rahmat oyijon. Siz ham kirib damingizni oling. Rahmat oyijon. Boshingiz og'riyotgan bo'lsa. Ma'mur opa, ayting-chi, birinchi keliningiz bilan munosabatlaringiz yaxshimi? Birinchi kelinim yaxshi, og'ir, bosiq, oilada juda ham yaxshi tarbiya olgan. Endi u sinini yosh deb ko'p gaplarga ahamiyat bermaydi, urushmaslikka harakat qiladi, Aqlli ekan. aqlli. Lekin bir kuni katta kelinim yonimga kelib Shikoyat qilishi bor. shikoyat qilishni boshladi. Oyijon, charchamayapsizmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Oyijon, Ha, qizim. sizga bitta narsa aytsam, chaqimchilikka yoymaysizmi? Nima gap ekan? Agar rahmat bergan bo'lsangiz, Shahloxon ancha o'zgarib qolganlar. Mensimayaptilar, gapirsam gap qaytaryaptilar. Bu ham hech narsaga mas'uliyatli emaslar. O'rgatishga harakat qilyapman, lekin bo'lmayapti oyijon. Agar sezayotgan bo'lsangiz, Endi bolam Shahloxon hali yosh, siz kattasiz. Siz og'irroq bo'ling. Tag'in bilib, bilmay bir nojo'ya gap gapirib qo'ymang. Siz aqlli bo'ling. Xo'pmi? xo'p bo'ladi oyijon, xo'p. Ishingizni qilaveringman. Imronbek uyg'onsa o'zim qarayman. Xo'p bo'ladi oyijon, yaxshi o'tiring. Shahloxon, Labbi oyijon, qayerga men otlandingiz? ketdim. Haqi. Salonga borib kelmoqchi edim. Salonga ertaga borasiz. Bugun qo'lingizdan bir yumshoqqina manti yeylik. Xo'p oyijon. Qo'la qoling. Eningizni almashtirib chiqing. Albatta uni ham sabr kosasi to'lgandir.
Bu vaziyat tabiiy hol. Bilasizmi, siz birinchi keliningizni tushirganingizda qizingizdek ko'rgansiz, unga o'rganib qolgansiz. Albatta hammangizga bu stress holati bo'lgan. Yangi inson keldi, hali sizni oilangizga uncha ham moslashmagan. Albatta raqobatchilik hissiyoti paydo bo'lgan. Bu tabiiy hol. Hamma oilalar shu narsadan o'tadi. Ko'pchilik. Shuning uchun ham sizga tavsiyam, bilasizmi, ikki keliningizni ham bir xil ko'rishni o'rganing. Mana shu xonadonda aynan bizlarni farzandimiz bo'lib keldi deb unga shu narsani anglashiga yordamchi bo'lsangiz, ko'makchi bo'lsangiz, o'sha kelin ham ertaga hamma sizni umidlaringizni oqlashga harakat qiladi. Chunki biladiki, u ovsinini oldida o'zini yaxshi ko'rsatishi shart emas. Siz shunday bo'lsa ham uni hamma ijobiy tomonlarini, yaxshi xislatlarini o'zingiz ham ko'rib turayotganini anglab oladi. Lekin men ikkala kelinimni bir-biridan ajratmayman hech qachon. Kattasiga qanaqa munosabatda bo'lsam, kichkinasiga ham shunaqa munosabatdaman. Ayollar ham ayyor bo'ladi. Kichkina keliningiz hozir o'zini o'rnini o'rnatmoqchi bo'lyapti. O'zini rolini ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Albatta bu katta keliningizga yoqmayapti. 6 yildan beri xizmat qilib kelgan. Bu shu xonadonda men egasiman deb ko'ryapti-da o'zini. Katta kelin, nafaqat katta kelinim, o'g'limni o'zini singlisiga ham qarshi qilyapti-da. Men tushuna olmayapman, qatta xato qilganmanman. Bu yerda nima qilyapsan? Nega kayfiyating yo'q? Qanaqasi kayfiyatim bo'lsin? Bu uyda qo'lim ko'sov, sochim sipirgi. Qanaqasi kayfiyat? O'zimga vaqt ajrata olmayapman. O'zimga qarashga. Ishdan yaxshi keldingizmi, yo'qmi deyish o'rniga jahl qilishing qara. Yaxshiyamki kelinlarim borlar. Bo'lmasa hamma ish o'zingga qolib ketardi-da. Hamma ishni o'zim qilaman-da. O'zi hamma gap nimada? Mana masalan bugun. Masalonga borib kelmoqchi edim. O'zimga qarab, chiroyli bo'lib, "Oyjon, ovqat qiling" deb tushdilar. Shuni kena ham qilib tursalar bo'lardi-yu. Bolasini bahona qilib, uxlagan. Hamma ish o'zimga qolgan. O'zi nima ovqat tayyorlading? Manti qilganman. Ovqatni tayyorlab tur, kiyim-kechagimni almashtirib chiqaman. Ha, siz ham ish buyuring, Oyjon ham ish buyursinlar. Hamma ishni men qilay. Xizmatkoringlar menmi? Ma'mur opa, bu yerda sizni xatoyingiz yo'q. Siz ham aybdorlik hissiyoti bilan tushkunlikka tushmang. Aslida bu keliningizni o'tirg'izib qo'yingda ayting. Shu xonadonni farzandi bo'lding. Seni qizimday ko'raman. Hammamizni yaxshi yashashimizga sen ham ozgina harakat qilishing kerak deb ochiqchasiga gaplashib Shunaqa ham qilmoqchi bo'ldik. Ochiqchasiga gaplashib ko'rdingizmi? Mehmonlar keldi. Mehmonlar sezmadi-yu, lekin men o'zim juda ham xijolatga tushib qoldim. Qaysi paytda? Nima bo'ldi? 2-3 soatga sartaroshga ketdim deb kech tushdi ham haligacha daragi yo'q-da. Oyjon. Ha bola? Oyjon, men salonga borib kelmoqchi edim. Qanchada qaytasiz? 2-3 soatlarda. Mayli boring. Faqat tez qayting-a. Xo'p, bo'ldi. Yaxshi o'ting. Yaxshi borib keling. Dadasi, shu o'g'limizdan shu qizga uylantirib katta xato qildikmi deyman-da. Bilmasam, onasi, bilmasam. Buni bir yechimini topmasak bo'lmaydi. Ko'p narsaga dugonang deb orqa qildik. O'zim ham hayronman. Ichimdan o'tayotganini o'zim bilaman, onasi. Aytganday o'g'ling qayerda? Ishga ketgandi. Kelinimiz juda ham o'zgarib qolgan. Ana 2-3 soatga salonga ketdim deb haligacha yo'q. Qayerda yuribdi? Nima qilib yuribdi? Hech kim bilmaydi. Bu ishlardan o'g'lingning xabari bormi? Bilmadim endi. Balki bilsa kerak. Nima qilishga ham hayronman. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qayerda yuribsiz?
Salondan chiqib oyimnikiga kirgandim. Sizni boshingizda qaynatangiz bor, qaynanangiz bor, eringiz bor. Kimdan so'rab ketdingiz oyingiznikiga? Esimdan chiqib qolibdi. Nimaga esingizdan chiqadi? 2-3 soatda qaytib kelaman deb ketdingiz, to'g'rimi? Esimdan chiqib qolibdi oyijon. Ketganingiz mayli, mehmonxonaning kalitini olib ketibsiz-ku. Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom. Keling o'g'lim. Va alaykum assalom. Er xotin birga kelsanglar bo'lardi. Ketma-ketin kelmasdan. Sen qayerda kelyapsan? Boring kiyimingizni almashtirib chiqing. Xo'p, bo'ladi. O'tirsanda gap bor. Tinchlikmi ona? Xotining nima ishlar qilib yurganini bilvassanmi sen o'zi? Nima ish qilibdi ona? Onasinikiga borib kelibdi so'ramasdan. Hozirgina keldi. Sendan sal oldin. Onasinikiga boribdimi? Senga ham yetmadimi onasinikiga borganini? Eri ham bilmaydi xotinni qayerga borib kelayotganini. Ketgani ham yetmaganda, mayli. So'ramasdan ketibdi. Mehmonxonaning kalitini nimaga olib ketadi? Bilmagandir-da ona. Nimani bilmaydi? Bir talay mehmonlar keldi. Qayerga o'tkazishni bilmadik. Yaxshi ham akang bor ekan, eshikni ochib berdi. U ham mayli, seningni nimaga urishding? Ona, singlim uy yumushlariga qarasang, Sening kelinlardan ortiq ish qilyapti uyda. O'qishga boradi, o'qishdan keladi. Jiyanini tegini almashtiradi, idish-tovoq yuvadi, kir yuvadi. Ikkita kenesidan ortiq ish qilyapti. Bu yoqda xotining bu jigaring-ku. Sening-ku bu. Ko'rdingizmi? Sinisiga ham rosa baqiribdi. ona, ko'zingiz faqat shu keliningizni ko'radi, ha? Iya. Ko'rdingizmi yonini olishini? Ko'zim ko'radi-da o'zgarishni boshlagandan keyin. O'g'lim, har kuni ishdasiz. Mayli omadingiz bersin. Lekin onangiz har kuni uyda. Qaysi kelin nima qilyapti, qaysi kelin qanaqa? Onangiz hammasini biladi. Qaysi ona o'zini kelinini yomonlaydi, ha? Hammasini ko'rib o'tiraman. Yaxshi tarafga o'zgarmayapti, yomon tarafga o'zgaryapti. Boshida ham shu O'zidan katta o'siniga betiga chopadigan bo'ldi. Orqasidan yomonlaydigan bo'ldi. Ish qilmaydi. Mana endi beruxsat xohlagan joyiga ketyapti. Bundan buyog'iga nima bo'ladi, o'g'lim? Sen yonini olaverib, erkalatib mana shu ahvolga olib kelyapsan, kelinimmi? Oldini olgin buni. gap so'zlarda charchadim, men ketdim xonamga. Eshitish ham xohlamaydi. Dadasi. Katta xato qildik biz. Sal shoshildikmi deyman-a, onasi. Bu keliningiz ancha yosh, ancha erkin o'sgan, aynan o'sha erkinligini hozir sizga isbotlamoqchi ham bo'lyapti. Yo'q, men sizlarga qaram bo'lmayman, meni sindira olmaysizlar degan fikr bo'lyapti-da. Aslida uni hech kim sindirishga harakat qilmasligini, mana shu yerda uni qabul qilganlarini unga yetkazib bersangiz, o'ylaymanki, agar u oilasini mustahkam bo'lishini xohlasa, sizni eshitadi va harakat qiladi. Shunaqa deysiz-ku, lekin men o'ylashimcha u bizamdan birga yashashga ham deb bo'lmasam bo'lay harakati yo'q. Bo'lay qiling. Endi men onaman, qanaqa qilib bolalarimni Ikkita farzandini o'zimdan yiroq qilaman. Ha, mana shu yerda aynan aytayotgan narsa, siz ruhiy kindigingizni uza olmayapsiz. Sizni farzandlaringiz kap-katta yigit bo'lgan, kap-katta erkaklar.
qachondir ularni shaxsiy hayotida yashashga ularni haqqi bor-ku. Bu degani sizda ongi ostingizda qo'rquv o'tiribdi. Hozir farzandlarim bo'lak qilsam mendan uzoqlashadi deganda. Lekin aslida ular bo'lak yashasa sizda mustahkam bo'ladi. Bu degani yana ham mehri oshadi. Muhimi sizga mehr bergani, sizga mehribon bo'lgani, ko'proq sizga e'tibor bergani kerak-ku. Alohida yashagan bilan sizni unutadi degani emas. Shuning uchun ham farzandlaringizni qo'yib yuboring va mustaqil bo'lishiga imkoniyat yaratib bering. Oyi, shu yerdamisiz? Ha, kel bolam. Yaxshimisan? Yaxshi. Oyi, sizga bir og'iz gapim bor edi. Ha, gapir bolam. Biz keliningiz bilan alohida uyga chiqmoqchi edik. Nima? Bilasizmi Amir opa, mana aynan shu yerda sizga qanaqa tavsiya bergan bo'lardim. Ruhiy kindigingizni uzishga harakat qiling. Ikkita o'g'lingizni bo'lak qilishga harakat qiling. Chunki aynan bitta xonadonda ikkita raqobatchi bir joyda yasha olmaydi. Ming siz urinsangiz ham, ming siz harakat qilsangiz ham ular doim bir-birini qaysidir yomon tomondan ko'rsatishga harakat qilishadi. Raqobatchilik davom ettiraveradi va aynan ikkala o'g'lingiz munosabatlariga juda salbiy ta'sir qilyapti. Shuning uchun ham ular hali oxirgacha umuman yuz ko'rmas bo'lmaguncha ikkala o'g'lingizni bo'lak qilib alohida yashashga siz harakat qilishingizni va eringiz bilan birgalikda maslahatlashib ularni qo'yib yuborishga harakat qilsangiz, o'ylaymanki ikkalasi ham bir-birini anglab, bir-birini eshitadigan, hurmat qiladigan bo'lib yashashadi. Balkim gaplaringiz rostdir endi. Sizni maslahatlaringizga rioya qilib aytganlaringizni qilamiz endi. Qilib ko'ring. O'ylaymanki hammasi yaxshi bo'ladi. Sizga omad tilayman. Inshaalloh.